Bugungi kunda O'zbekistonning havosi ifloslanib bormoqda. Buni 60-70%ni avtomobillardan chiqayotgan zararli moddalar tashkil qiladi. Avtomobillardan chiqadigan zararli modda deganda ko'pchilik avtomobillarning dvigatelidan chiqadigan zararli gazlar tushuniladi. Lekin dvigateldan tashqari holatda ham avtomobillardan zararli moddalar PM2,5, PM10 zarrachalari ajralib chiqadi. PM2,5, PM10 zarrachalari o'zi nima? Tasavvur qilish uchun soch tolasi diametridan 30 barobar kichkina zarra hisoblanadi. Ko'zga ko'rinmaydi. Nafas yo'li orqali to'g'ridan-to'g'ri o'pkaga kirib, qon orqali butun tanaga tarqaladi. Avtomobillar o'rtacha 40 ming, 50 ming kilometr harakatlanganda tormoz kolodkalari almashadi. Nima uchun almashadi? Ya'ni tormoz ust quymalari bilan diskga ishqalanish natijasida yilish hosil bo'ladi va yilib zarrachalarga ajralgan tormoz ust quymalari atrofga tarqaladi. Bundan tashqari, shinalarning yo'l bilan ishqalanish natijasida shinalar ham yilish hosil bo'ladi. Buning zarrachalari ham atrofga tarqaladi. Avtomobillardan bunday zarrachalarni ko'p chiqishiga sabablar avtomobillarning soni yildan-yilga ortib borishi, yo'ldagi tirbandliklar, yo'l harakati qoidalari, ya'ni yo'l harakati noto'g'ri tashkil qilinganligi, ya'ni svetoforlar, noo'rin o'rnatilgan svetoforlar yoki piyodalar o'tish joyida piyoda yo'qligida ham avtomobillarning tezligini majburiy sekinlantiruvchi sun'iy notekisliklar, shular sabab bo'ladi. Nima qilish kerak? Shaxsiy avtomobillardan zarurat bo'lmaganda foydalanmaslik, jamoat transportlaridan ko'proq foydalanish, yo'llardagi tirbandliklarni oldini olish, yo'l harakatini to'g'ri tashkil qilish kerak. Havoni toza saqlash barchamizning mas'uliyatimiz. Keling, kelajak uchun bugundan harakat qilaylik.